dushanba, seshanba, payshanba, juma davlatda qonuniy reyslari faqat qo'yliqdan yuradi degan ukalarimiz uchun, ishonmayotganlar uchun mana davlat avtobusi mana ketyapti va kelyapti va ketyapti akalar. Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburgga keladi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma keladi. Haftada 4 kun. Bemalol biz bilan bog'lanib, qo'yliqqa kelib, biz bilan Rossiya yo'nalishlariga ketsanglar bo'ladi akalar. Mana ko'p gapirmaymiz aka-ukalar. Avtobus ish holatida hamma yo'lovchilarimiz ketyapti. Hammasi aka-ukalar chotki, hammasi bir xil narxdan berib ketishyapti. Endi esa avtobus ish holatini bir ko'rsatib qo'ying aka, ko'rsin xalq aka, qanday ketyapti va nechta puldan berib ketishyapti. Mana aka-ukalar hozir yondi-yu, tash olayotganda ish holati mana yondi-yu. Aka-ukalar ketyapti. Moskvaga necha pul to'ladingiz? 900 ming so'm. Aka-ukalar ketyapti. Konditsionerlar ishlab turibdi, hamma sharoiti bor. Yaxshi joylashib oldingizmi aka? Uyatyapti shekilli mana. Aka, siz qayergacha ketyapsiz? Pitcherga. Sankt-Peterburg. Через Moskva Pitcherga, to'g'rimi? Mana. Borib kelmoqchi bo'lganlar bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlar ekranda.